Hozir biz yer ostida 1000 fut chuqurlikdamiz. Bu bunkerdagi eng xavfsiz joy hisoblanadi. Uchinchi jahon yadroviy urushi boshlanishidan oldin milliarderlar hashamatli ubejishiga, ya'ni bunkerga yashirinishadi. Hammaga salom do'stlar, siz Kino Time kanalidasiz. Bugun biz sizlarga 2025-yilning eng dolzarb filmi Milliarderlar bunkeri seriali haqida aytib beramiz. Siz ekranga yaxshilab joylashib oling, biz boshladik. Film Max ismli milliarder yigitning qamoqxona poliga yiqilishi bilan boshlanadi. Max sevgilisi Anna bilan mashinada ketayotganida avariyaga uchraydi va Anna vafot etadi. Max esa qamoqqa tiqiladi. Yangiliklarda hukumat yadro raketalari bor deb taxmin qilgan Rossiya suv osti kemasini qo'lga olgani haqida xabarlar tarqala boshlaydi. Shu bilan birga Maxning ozodlikka chiqqani haqida aytishadi. Ammo uni ko'proq Xitoyning Tayvanga bostirib kirgani haqidagi yangilik ko'proq qiziqtirardi. Bir necha soatdan keyin Max ozodlikka chiqadi. Tashqarida esa uni otasi Varel kutib turgan edi. Otasi bir necha hafta davomida Maxning ozod qilinishi uchun harakat qilgan, chunki dunyo tez orada yo'q bo'lib ketishi mumkin edi. Keyin otasi Maxga zudlik bilan ketish kerakligini aytadi. Max esa qayerga ketishni tushunmaydi. Shunda otasi unga bunkerga deb javob beradi. Bunkerni boshqarayotgan odamlarda hukumat bilan aloqalar bor, balki bu oila bilan birlashish uchun so'nggi imkoniyat bo'lishi mumkin. Shuningdek, bunkerga Annaning otasi ham keladi va bu u bilan gaplashib olish uchun yaxshi imkoniyat. Faqatgina milliarder odamlar 10 yilgacha yashash imkonini beradigan maxfiy bunkerga kirish ruxsatnomasini sotib olgan. Birinchi va eng muhim qoida: bunkerning mavjudligi va joylashuvi haqida hech kim bilmasligi kerak. Kimmer bunkeri Amerikaning chekka hududidagi ko'l ostida 275 metr chuqurlikda joylashgan va 47 ta milliarderlar oilasi uchun mo'ljallangan kichik shahar yer ostida yashiringan edi. U yerda hamma narsa bor. Bolalar o'yingohlaridan tortib spa komplekslarigacha. Umumiy maydoni 20 ming kvadrat metr. Agar siz ham Amerikada 10 yil yashash, ishlash va o'qish imkoniyatiga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Green Card bu eng yaxshi variant. Siz ham Green Card lotereya o'yinida qatnashmoqchi bo'lsangiz, hozir bu ayni vaqt. Bizning professional xodimlar sizga yordam beradi. Xizmat narxi esa Boshqa dunyo kanali obunachilari uchun atigi 50 ming so'm. Biz bilan bog'lanish silkasi opisaniyada. Agar muhit zerikarli bo'lib qolsa, Roxana nomli sun'iy intellektdan ichki ko'rinishni o'zgartirishni so'rash mumkin. Kirishda juftliklardan telefonlar olib qo'yiladi. Bu joylashuv aniqlanmasligi uchun muhim edi. Keyin esa ularga maxsus kambezonlar beriladi. Kambezonlar ichiga sensorlar o'rnatilgan. Bilaguzuklar esa hayotiy ko'rsatkichlarni o'lchaydi. Bunkerdagi barcha eshiklar biometrik qulflar bilan ochiladi. Marhuma Annaning oilasi Maxni ko'rib unchalik xursand bo'lmaydi. Max esa Annaning otasi Guillermo bo'lib o'tgan voqealar uchun kechirim so'raydi. Erkak esa Maxning uzrini qabul qiladi va uni yangi rafiqasi Mimi bilan tanishtiradi. Guillermoning kenja qizi Azi esa onasi yo'qotish og'rig'iga dosh bera olmasdan vafot etganini jahl bilan aytadi. Shu payt zalga xodimlar va ularning rahbari Minerva kirib keladi. Ayol NATO Sankt-Peterburgni bombardimon qilganini aytib, agar inqiroz davom etsa, ularning hissiy barqarorligi xavf ostida bo'lishini tushuntiradi. Ayol barchaga bu ularning kompaniyasi emasligini va qonun qoidalariga bo'ysunish kerakligini tushuntiradi. Tushlikdan keyin Max Azi bilan yarashishga harakat qilib, Annaning telefonini beradi. Max uni avariya kuni olib qo'ygan edi. Keyin Azi xonasiga kirib, singlisining videolarini ko'radi. Guillermo esa barga keladi va barmendan 2 hissa viski quyishni so'raydi. Ammo barmen Tirso unga ichimlik quyishdan bosh tortadi, chunki ularda qat'iy tejash qoidalari bor. Har kimga belgilangan miqdorda resurslar beriladi. Guillermoga esa farqi yo'q. Bunker qisman uning pullar evaziga qurilgan va u viski xohlaydi. Shu payt yer silkinishi boshlanadi va elektr ta'minotida nosozliklar kuzatiladi. Favqulodda ogohlantirish tizimi hammani gumbazga borishga buyruq beradi. Всем пройти в купол. Это самое безопасное место в бункере. Lift ham ishdan chiqadi. Ammo baxtlariga favqulodda tormozlash tizimi ishga tushadi.
Gumbaz ichida ko'plab monitorlar bor edi. Ularning har birida 3-jahon urushi yaqinlashayotgani haqidagi yangiliklar namoyish etilardi. Ularning bunkeridan janubda yadro bombasi NATO bazasini yo'q qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti esa o't ochishni to'xtatishni talab qilmoqda va go'yoki barcha ishtirokchi davlatlar bunga rozi bo'ldi. Ammo Minerva gapirayotgan paytda televizorlarda butun dunyo bo'ylab yangi portlashlar ko'rina boshladi. Telekanallar bilan esa aloqa uzila boshlaydi. Bombalardan biri esa bunker yaqiniga tushib, elektr ta'minotini uzadi. Lekin ko'p o'tmay elektr tizimi qayta ishga tushiriladi. Minerva esa boshqaruv markaziga yo'l oladi. Ko'p o'tmay ayol qaytib kelib, aloqa bilan muammolar borligini aytadi. Ehtimol yer yuzasidagi antennalar shikastlangan. U yerdagi holatni tekshirish uchun ishchilar guruhi yuborildi. Kuzatuv kameralarida ko'l suvi loyqalanganini va yuzasi butunlay ko'rinar-ko'rinmas holga kirilganini ko'rishadi. Harorat va radiatsiya me'yoridan yuqori bo'lgani uchun o'rmonlar yonib ketgan. Minerva ularga imkon qadar tezroq ta'mirlashni buyuradi, chunki bunday kuchli radiatsiya nurlanishida uzoq qolish mumkin emas. Kuchli shamol antennani uchirib yubordi. Ishchining qo'lqopi esa qizigan temirga yopishib qoldi. Xodim zo'rg'a qo'lqopini yulib oladi. Keyin guruh bunkerga qaytadi. Shunda odamlar germetik qo'lqop teshilganini bilishadi va darhol kameralar o'chiriladi. Minerva boyvachchalarga shu yerda kutib turishni aytib, aloqa markaziga boradi va jamoani tabriklaydi, chunki boylar hammasiga ishonishgan edi. Simulyatsiya muvaffaqiyatli o'tdi. Aslida esa dunyoga hech qanday zarar yetmagan va urush boshlanmagan edi. Operatsiyadan oldin ular o'z muvaffaqiyati oxir zamonga bo'lgan to'liq ishonchga bog'liq ekanini tushunishgan edi. Yomon tomoni shundaki, odamlar kinolarda oxir zamonni shunchalik ko'p ko'rgan ediki, ularni ishontirish oson bo'lmasdi. Ammo guruhning qo'lida yangi texnologiyalar bor edi. Ular global siyosiy keskinlik oshgan pallalarni paylay boshlashgan. Jahon mojarolaridan biri kuchaygach, ular o'yinga kirishadi. Haqiqiylikni oshirish uchun esa maxsus odamlar ataylab vahima tarqatadi. Boylar esa oldindan tayyorlangan yangiliklarni ko'radi va eshitadi. Yer qimirlashi effektlari Porschelar yordamida yaratilgan. Keyin esa tosh orqali kompleks teshilib, devorlarda sun'iy yoriqlar hosil qilingan. Liftning buzilishi ham rejaning bir qismi edi. Maxsus rejissyor ular uchun 8 daqiqalik apokalipsis filmni suratga olgan va u monitorlarda uzluksiz namoyish etilgan. Все будут трястись от страха. Добро пожаловать в апокалипсис. Bunkerda esa boylar o'zlarini tinchlantirishga harakat qiladi. Max esa dunyo yana tiklanishiga va ular omon qolishiga ishonardi. Oradan ko'p o'tmay Minerva aholini yana o'z xonalariga qaytishga ruxsat beradi. Yangi kun boshlandi. Xodimlarga Mimining kamyob qon guruhi kerak bo'ladi va uni tibbiyot bo'limiga olib ketishadi. Bu aslida shouning bir qismi bo'lib, og'ir kasal bo'lgan erkak bilan bog'liq sahna edi. Maqsad eng ta'sirchan odamlar orqali qo'rquvni boshqalarga yoyish. Asosiysi ularga ko'p ma'lumot bermaslik. Kasallikni sir tutsangiz, ularning miyasi bundan ham dahshatliroq manzarani yarata oladi. Hammasi mukammal ishladi. Odamlar oilalariga bu erkaklar o'lim yoqasida ekanini va endi tashqariga chiqa olmasliklarini ayta boshlashadi. Ishchilar esa yana bir bor g'alabani nishonlashmoqda. Keyin Minerva boylarga 2 nafar ishchi radiatsiya nurlanishidan vafot etganini e'lon qiladi va yashash tartibi cheksiz muddatli rejimga o'tkazilishini bildiradi. Bu rejimga har bir odam uchun oziq-ovqatni qat'iy me'yorlash kiradi. Operatsiyadan oldin jamoa boylarning g'oyib bo'lishidan keyin ularni do'stlari qidirishi mumkinligini hisobga olgan edi. Shuning uchun ularning yaqinlariga "Bizni izlamang, biz kichik sayohatga ketyapmiz" degan video murojaat yozdirib olishgan. Keyinchalik ular telefonlarini topshirganida ularga sun'iy intellekt Roxana ulanadi va ularning o'rniga xabarlarga javob bera boshlaydi. Roxanani Minervaning ukasi yaratgan. Sun'iy intellekt boylarning xulq-atvorini to'liq takrorlay oladi, chunki u har doim ularni kuzatib, yozib boradi va oddiy odamlarda bo'lmagan shaxsiy hayot huquqini ularning qo'lidan oladi. Gillermoning telefoniga esa har doim bir odam, Asfaldo qo'ng'iroq qilardi. U Gillermoning biznesdagi eng ishonchli yordamchisi. Позвони мне. Позвони. Позвони. Oradan biroz vaqt o'tib, o'sha kuni Asfaldo yana bir xabar yuboradi. Agar unga javob berilmasa, o'zi shaxsan uchib borib, Gillermoni topishini aytadi. Shunda Minerva ularning biznesida nimadir yuz berganini tushunadi. Shunda xodimlardan biri Garcia Gillermo aslida mamlakatni tark etmaganini aytib, agar biror narsa o'ylab topmasak, bunga politsiya ham aralashishi mumkin deydi. Keyin Minerva Gillermoning virtual nusxasidan foydalanishni taklif qiladi, lekin uning ukasi Zero klon hali tayyor emasligini va
hozircha unda yetarli emotsional ma'lumot to'plamaganligini aytadi. Operatsiyadan oldin ular jamoa a'zolaridan biri Julioning nusxasini sinovdan o'tkazishgan edi va uni haqiqiysidan ajratib bo'lmasdi. Shunda tavakkal qilishdan boshqa chora qolmaydi va ular Asfaldoga qo'ng'iroq qilishadi. Lekin bir payt Asfaldo sun'iy intellekt bilmaydigan ma'lumotlarni aytganida aloqada shovqin effekti paydo bo'ladi. Shu vaqt davomida Roxana ma'lumotlarni o'rganadi va keyin suhbatni davom ettiradi. Ammo u hech qayerda tilga olinmagan maxsus terminni aytganida reja tezda buzila boshlaydi. В моей базе данных такой информации нет. Va ular qo'ng'iroqni uzishga majbur bo'lishadi. Shu paytgacha hammasi mukammal ketayotgan edi, ammo aynan shu javobsiz qolgan savol hamma narsani o'zgartirib yubordi. Stolda o'tirgan Minerva hammasi qanday boshlanganini eslaydi. Minerva 12 yoshda, ukasi Zero esa 6 yoshda edi. U ukasini do'stidan himoya qilgan, ammo uyga qaytgach, onasi g'oyib bo'lgan va hech qachon qaytib kelmagan. 13 yoshida Minerva shuni tushunadiki, agar shu holatda davom etsa, ular shaharning kamsitilgan, chetga surilgan odamlari bo'lib qoladi. Buni esa faqat imkon qadar ko'proq bilim olish orqali o'zgartirish mumkin edi. 24 yoshga kelib Zero sistema texnika, fizika, matematika bo'yicha 3 ta ilmiy darajaga ega bo'ladi. Minerva esa arxitektura va fuqaro qurilish yo'nalishida 2 ta daraja oladi. Keyingi 8 yil davomida Minerva fuqarolik inshootlarini loyihalab qurib bitkazadi. Keyinchalik esa Minerva kompaniyaga yiliga milliardlab dollar daromad keltiradigan dahshatli darajada muvaffaqiyatli loyiha yaratadi. Ammo unga faqatgina sariq chaqalik mukofot puli berishadi. Shundan keyin Minerva hatto o'zining iste'dodi bilan ham u faqat kichik ishchi bo'lib qolishini tushunadi. Shu payt unda yangi g'oya tug'iladi. Boylar uchun bunker. Ya'ni agar Amerikaning eng boy odamlarini bir joyga qamasa, ulardan yanada ko'proq pul olish mumkin bo'ladi. Eng qiziq tomoni shuki, bu firibgarlikni boylarning o'zlari moliyalashtirishadi. Ammo hammasi BG3 degan so'zga bog'liq bo'lib qoldi. Yaxshiyamki Roxana bir videoni topdi. Unda Anna o'z otini BJ deb atagan edi. Keyingi sinov seyfning kodini bilib olish edi. Minerva xodimalaridan biriga har qanday yo'l bilan bo'lmasin, Guillermodan kodni olish vazifasini topshiradi. Shu payt Max basketbol zalida qo'riqchilar tomonidan tushirib qo'yilgan naushnikni topadi. Kuzatuvchi Garcia esa Max quloqchinni topganini payqab qoladi va darhol uzatgichni o'chirib qo'yishadi. Lekin Max otasining suhbatidan bir nechta muhim so'zlarni eshitishga ulgurgan edi. Keyin Max Cindydan mikrofonlar qayerga joylashtirilganini so'raydi, lekin qiz javob bermaydi. Shunda Max o'zi taxmin qilib, mikrofonlar bilaguzuklarning ichida ekanini tushunadi. Ingrid esa kichik o'yin orqali Guillermodan kodni bilib oladi. Agar jamoaga noto'g'ri kod berilgan bo'lsa, ular B rejasini ishlab chiqishgan edi. Ammo bunga hojat qolmadi. Kod seyfni ochdi. Seyfdan olingan pullar evaziga Asfaldo Minervaning aslida mavjud bo'lmagan kompaniyasini sotib olish kerak edi. Shu orada Mimining sog'ligi keskin yomonlasha boshlaydi. Aziya esa Roxanaga Mimining kasallik alomatlarini aytadi. Roxana esa bu alomatlar jigar ensefalopatiyasini ko'rsatayotganini aytadi. Lekin bunkerda bunday kasallikni davolash uchun hech qanday usul yo'q. Mimiga dializ kerak. Aks holda u halok bo'ladi. Max Aziyani topib, uni boshqa xonaga olib boradi va u yerda kuzatuv ostida ekanliklarini bildirmaslik uchun kartalarga yozilgan xabarlar orqali rejani tushuntiradi. Max xaritani o'rganib chiqdi. Yaqin atrofda shifoxona bor va o'sha yerga borib, Mimini qutqarishni rejalashtirmoqda. Biroq bundan oldin xavfsizlik tizimini buzish kerak edi. Max bunker bo'ylab yurib, yashirin favqulodda zinani topadi. Agar qo'riqchilarni chalg'itishsa, u aynan shu zinadan foydalanishi mumkin. Baxtiga Azi qo'lbola bomba yasashni bilardi. Bu barchani e'tiborini chalg'itish uchun ajoyib imkoniyat. Ammo bunga kirishishdan oldin Max boshqa rejani taklif qiladi. Devorda teshik ochish va kichik tutashuv bilan kompleksning elektr ta'minotini qisqartirish. 3. Natijada sun'iy intellekt Roxana Asfaldo bilan aloqa jarayonida uzilib qoladi. Ekranda Roxan kompaniyasining avtomatik zastavkasi chiqadi. Bu esa Asfaldoni ancha shubhalantiradi. Какая нахрен Роксан? Tizim tiklangach, Asfaldo allaqachon mamlakatni tark etishga hozirlik ko'rayotgan bo'ladi. Ammo ular uni oldindan tayyorlangan mehmonxonada qolishga ko'ndiradi. Max va Aziya esa bilaguzuklarni yechib tashlashmoqda. Tozalash xodimi xonani tozalash uchun kirganida, ular uni ushlab, hushidan ketkazishadi. Keyin Aziya uning formasini kiyib, omborxonaga kiradi va bomba yasash uchun kerakli ingrediyentni axtaradi. Choynak qizib portlaganda, elektr paneli yaratilishi kerak edi. И когда чайник нагреется, а потом взорвется, он расплавит щиток. Suv qizigan zahoti portlash sodir bo'ladi.
Bu tartibsizlikdan foydalanib, Max zinadan pastga tushadi. Bu orada Asfaldo kerakli hujjatlarni imzolaydi va 900 million dollarni o'tkazadi. Ammo samolyotga chiqqach, Asfaldo aslida tuzoqqa tushganini anglab yetadi va darhol samolyotni orqaga burishni buyuradi. Ammo bu vaqtga kelib, soxta ofis allaqachon yo'qolgan bo'ladi. Qo'ng'iroq vaqtida Asfaldo Gilermodan kollejda unga bergan laqabini so'raydi. Roxana esa buni bilmasdi. Bu laqabni aslida Gilermoning o'zi o'ylab topgan edi. Shunda Asfaldo Gilermo aslida haqiqiy emasligiga amin bo'lib, politsiyaga borishga qaror qiladi, lekin bunga ulgurmasidan uni o'ldirishadi. Bu paytda Max chiqish eshigi qarshisida turib, tashqariga chiqishga hozirlik ko'rayotgan edi. Ammo Azi unga Mimining vafot etganini aytadi. Endi yer yuziga chiqishning hojati qolmagan edi. Shu bilan birga Azi Maxni sevishini aytadi. Ammo Max allaqachon qaror qabul qilgan edi va eshikni ochadi. Serialning birinchi fasli esa shu yerda tugaydi. Do'stlar, agar serial sizga yoqqan bo'lsa, ikkinchi fasli deb izoh qoldiring.